doimda. Sanobar Rahmonovani siz tuqqanmisiz? Ha? Sanobar Rahmonovani 90 yoshga kirgan onaxonlari ham hayot ekanlar. 7 qiz, bitta o'g'lim bor hozir. Hayot hammasi. 15 yoshimda menga taqiqlov berishdi menga. Sizga attestatingizni shunaqa shart bilan beramizki, Andijon viloyatidan tashqariga chiqmayman, Toshkentga o'qishga bormayman desangiz beramiz siz attestatingizni deyishdi. Odamlar meni olamdan o'tibdi deb gap chiqarib yorishgan menga. Sanobar Rahmonova shumi? Oyog'ida oyoq payvazali yo'q, boshida ro'moli yo'q. Haligi bolamni joni ko'rinib turibdi-da meni ko'zimga. Endi bolam tirik qolarmikin endi hech qaysi onaga o'sha paytdagi holatimni hech ham ravo ko'rmayman-da. Voy Sanobar xonim. Kichik ko'ngil, kelinishni bilmaydi, yashanishni bilmaydi. O'xshatsanglar asha ayolman, o'xshatmasanglar u ayolmasman dedim. Andijon viloyatida 2 dona insondan chiqqan ekan. Xotirjam tinch, pok musaffo, osmoningga shukr qil. Ixlosbek sizga sigira berar ekan, sog'orasizmi? Endi cho'nqay o'tirolmayman. Sevaraxon degan qiz chiqdi bir. Qashqadaryolik Sizga ekanmi, o'xshab ham Surxondaryolik ketadi, ekanmi. Jizzaxlik. Shu qizda men o'zimni yoshligimni ko'rdim. Volidam ko'rsatuv ijodkorlaridan inson qalbining eng nozik iplariga tegadigan o'zgacha hissiyotlar bilan to'la loyiha. Jonli tabrik endi sizning xizmatingizda. Volidangizni yuragini quvonchga to'ldiring. Do'stlaringizga kutilmagan lahza hadya eting. Biz ularni sizning nomingizdan qo'ng'iroq qilib tabriklaymiz. Istasangiz gul tutgan holda ularning huzuriga boramiz va bu unutilmas lahzalarni video tasvirlarga olib sizga esdalik sifatida taqdim etamiz. Nafaqat ota-onalar, balki do'stlar, yaqinlar, hatto uzoqda sog'ingan insonlar uchun ham jonli tabrik sizning mehr elchingizga aylanadi. Qimmatbaho sovg'alardan ko'ra sizning nomingizdan biz orqali yetkaziladigan dil so'zlari ularning yorqin xotirasiga aylanishi aniq. Biz sizga ana shunday lahzalarni taklif qilamiz. Buyurtma berish uchun va batafsil ma'lumot uchun 90 kodi bilan 766 82 84 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Jonli tabrik. Bu oddiy tabrik emas, bu yurakdan yurakka yo'l. Aha. Rahmat opa. Ha, bu bilib so'rabman. Amakingiz bo'ladimi? Sanobar opa uydamikin, nima deb o'ylaysiz? Xo'p, rahmat opa. Odamidan so'rabsiz. Assalomu alaykum. Uzr aka, bezovta qildik. Salomatmisiz? Aha. Aha. Aslında o saçmalar gördük. Aha. Aslında bu Zuvan oy var. Benim amakim var. Çantanın çıkı olur. Bu. O işten gelin. Rahmat aka, sog' bo'ling. Volidam ijodkorlari bugun o'zining volidasini uzoqdan emas, Asakadan topdi va ortimda turgan xonadonda 2 mashhur ijodkor, ustoz san'atkorlar yashaydi. Ustoz san'atkorlar bilan 2 mashhur inson deb o'tdik. Ularning farzandlari ham ajoyib san'atkor yigitimiz. Azizlar, bizni kuzatayotganlar, Volidam ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Biz Andijon farzandlari bo'lgan ana shu mashhur Jo'rayevlar sulolasi Ilhom Jo'rayev va Sanobarxon Rahmonova. Ular bilan birgalashib esa farzandlari ham bugungi kunda ot o'rnini toy bosibdi degan naqlga amal qilgan holatda Ixlosbek Jo'rayevlarning xonadonidamiz. Albatta, bugungi volidaning o'zi ham san'atkor, ham ona, xalq uchun suyukli va ustozoda san'atkor. Va bugungi suhbatimiz davomida sizlarga qiziqarli eng kulminatsiyasini aytadigan bo'lsak, Sanobar Rahmonovani 90 yoshga kirgan onaxonlari ham hayot ekanlar va mana shu ona bilan ham bugun qisqa bo'lsa-da suhbatni amalga oshiramiz. Biz esa Sanobar Rahmonovani xonadonidan qo'ng'iroqlarni bosamiz, ularning javoblarini esa kutamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Demak, zvonovni bossak bo'ladi. Kimdir chiqib qolishi mumkin, azizlar. Demak, Sanobar Rahmonova va Ilhomjon Jo'rayevlarning
xonadonidamiz. Kimdir chiqsa, biz ularni ogohlantirmay keldik. Doimgidek an'anaga sodiq qolgan holatda albatta. Assalomu alaykum. Bizni jarayonlarimiz shunaqa to'liq bo'lishi kerak. Hojona, mayli. Tayyorgarlik ko'rib ulguramiz hali. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xo'p bo'ladi. Azizlar, bizni darvoza oldida ana shu sizga ma'lum va mashhur bo'lgan ustoz san'atkorimiz Sanobar Rahmonova qarshi oldilar. Mana olqishlar, mana siz kutgan, siz ana shu so'ragan ustoz san'atkor Sanobar Rahmonova haqiqiy o'zbek millatimizga mansub onalar, iloyim sog' bo'lsinlar. Volidam ko'rsatuvi sizni xonadoningizda bugun mehmon bo'lamiz va dildan suhbat qilamiz, onajon. Qani marhamat yigitlar. Yana bir kara assalomu alaykum Volidam ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari, hurmatli onajonlar, bizni kuzatayotganlar barcha o'zbek ahliga, butun bizni kuzatib turgan Qirg'iziston elidagi muxlislarimizga bugun sizning talab va istaklaringizga binoan biz Andijon farzandi ana shu qo'shiqlari 15 yoshdan kuylanib borib hozirgi yoshgacha hech qachon xalqning ko'nglidan qolmagan to abad yashovchi qo'shiqlar ijrochisi Sanobar xonim Rahmonova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonadonimizga xush kelibsiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringlar uchun, hurmatinglar uchun rahmat katta. Boshimiz ko'kka yetdi. Rahmat. Bizni yuqlab kelganinglar uchun rahmat katta. Sog' bo'linglar. Hojona, ilk bor savolni shu biz endi muxlislarning talabiga binoan savol beramiz-da. Mana hozir keling endi yoshingizni so'ramaylik-da, ular bilishadi baribir. Qanday qaynona bo'ldingiz bugungi kunda? Ijoddan bir chetlanamiz bugun. Yaxshi. Menga o'zi har doim qanday san'atga kirib kelgansiz? Ota-onangiz san'atkor bo'lganmi? Shunaqa savollar bo'ladi. An'anaviy ko'rsatuv bo'lar ekan, xudo xolasa. Endi qaynonaligim qanaqaligini kelinlarimdan so'rasangiz yaxshi bo'lardi. Yo'q, baribir orqa-vorotdan qulog'imiz eshitadi-yu. Shu o'zimni qanaqa qaynonaligimni gapirishdan oldin o'zimni qaynanajonim haqida gapirgim keldi mana. Mana kengroq yondashamiz. Men 80 yoshlik onajonga kelin bo'lib tushganman. 8 ta farzandlari bor edi, u kishini eng kenja kelin bo'lib tushganman. U kishi o'tib ketdi olamdan, joylari jannatda bo'lsin. U kishini biz qanchalik xursand qila oldik, hurmatini joyiga qo'ya oldik, u bizga noma'lum. O'zlari biladilar, joylari jannatda bo'lsin. Lekin iloji boricha hurmatlarini qilishlikka, bir duolarini olishlikka harakat qilganmiz. Juda ham bir yumshoq so'z, bir ajoyib. Haligi biralgi odamlar bu eski odam deydi-ku, lekin o'sha bizni qadriyatlarimiz juda ham ulug'da. Hech qaysi bir davlatda, hech qaysi bir yurtda bizdagi qadriyatlar yozilmaydi ham, bir til bilan ifoda ham qilib bo'lmaydi-da. Qaynonam shunaqangi bir ajoyib inson ediki, hozir baribir endi qaynonamni eslaganimdan keyin qalbim to'lqinlanadi, fikrlarimni jamlay olmayapman. Bir oddiy qizim choy qo'yib qo'ying menga demasdi-da. To'ng'ich qizimning ismi Dilobarxon edi. Dilobarxon qanikin qizim derdi, Sanobarxon deb gapirardi meni har doim. Ha onajon, nima qilasiz Dilobarxon desam, shu bir gazda bir chaynak bormikin, choy-poy qaynaganmikin derdi. Qarang qanchalik muloyimlik bilan yo'l topa olgan. Yo'l topa olganda. Shu ovqatingiz pishdimi deyishdi o'rniga ham. Abid payti bo'lib qoldi shekilliga, yaqin qoldi shekilliga deb ovqatingiz pishdimi degani bo'lardi. Shunchalar bir so'z o'yini qilib, chiroyli qilib ko'ngilga tegmaydigan qilib. Endi hozir televizorlarda rosa novellalar bo'layapti. Otalar so'zi aqlni ko'zini ko'raman. Shu onalarni ko'rib yoqa ushlayman-da. Shu onalarni ham Allohim yaratganmikin, shu onalar ham bir keyingiligini o'ylarmikin, bir Alloh tarafdan bizga berilgan qisqagina umrda eskilarimiz bir gapi bor, yaxshi ham bir og'izdan chiqadi, yomon ham bir og'izdan chiqadi. Shu ro'za oyida men bir turkum ko'rsatuvlar ko'rdim. Bir kuni ehson haqida turkum ko'rsatuvlar bo'ldi, shuni ko'rdim. Birovga qo'lingizdan yaxshilik kelmasa,
birovga bir yaxshi bir mehr bilan tabassum bilan qarab jilmayib qarasangiz shu ham ehsonga qo'shiladi deb qarang qanchalik Allohim dargohi kengda. Shuning uchun iloji boricha o'sha qaynonamdan olgan tarbiyalarim, ota-onamdan olgan tarbiyalarim, biz shunaqa tarbiya olganmizki, iloji boricha shu kichik ko'ngil bo'lishlikka, kamtar bo'lishlikka, insonlarga qo'ldan kelgancha yaxshilik qilishlikka. Bu dunyoda bizdan nima qoladi? Shu yaxshi so'zlarimiz, yaxshi ishlarimiz, xayrli ishlarimiz qoladi-da. Shuning uchun hammamiz ham bu dunyoga mehmon. Shuning uchun shu qaynonam o'gitlari har doim yodimda turadi. Juda ko'p xonadonimizga shu turmush o'rtog'imning orqasidan to'yga taklif qilib insonlar kelishardi. Endi ko'plari sog'a salom bilan ovqatlar pishirib kelishardi. Qaynonam rahmatlik aytardiki, qizim darrov dasturxon solingda o'sha mehmonni olib kelgan narsasini u inson umid bilan shu narsam yoqarmikin shu insonlarga deb olib kelgan. Birinchi non ham qo'ymang, choy ham qo'ymang, o'sha insonni olib kelgan taomini qo'ying. U taom qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, voy rahmat, juda ham shirin bo'pti, voy ovora bo'lib qilib kelibsiz shu taomda, juda xursand bo'ldik deb qaynonam qaytib minnatdorchilik bildirardi. Shu ta'lim tarbiyalarda olganmiz. Endi ikkala kelinlarimga ham endi uni o'zlaridan so'rasangiz yaxshi bo'lardi-ku. Ziyrak tomoshabin onajon bilib bo'ldi, ziyrak tomoshabin. O'zimni farzandimdek qarayman. Uni bilib bo'lishdi. Farzandim. Qaynonangizga qilgan xizmatlaringizni aytib o'tganingizda-yoq ana shu insonga qilgan mehringizni va u insondan olgan o'gitlaringizni qizlarga hozir kelinlarga berayotganingizni ziyrak tomoshabin hozir juda ham ko'p. Ayniqsa o'sha farzand kutayotgan paytida juda ham avaylayman farzandlarimni, chunki sog'lom onadan sog'lom farzand keladi. San'at va shu hayotda baxtni Sanobar Rahmonova nimadan topdi? Asosiy urg'uni bering. Avvalambor inson kim bo'lishidan qat'iy nazar u inson bo'lishi kerak deb o'ylayman. Biz boshimiz ko'kka yetsa ham baribir Allohning oldida har birimiz bandamiz. Oyog'imiz yerdan uzilishi kerak emas. Endi hayotda men nimakiga erishgan bo'lsam, shu boriga qanoat qilib, shukronalik bilan erishganman. Har bitta narsaga endi bu insonsiz boshingizda yaxshi kun bo'ladi, yomon kun bo'ladi, tashvishli kun bo'ladi. Hech qachon endi biz ham yoshlik paytimizda boshimizga bir tashvish tushsa, bir ish tushsa, noligan paytlarimiz, peshonam so'ragan, nima uchun boshqa hamma insonlar yuribdi, nimaga aynan shu narsa meni boshimda bo'ldi deganmiz. Lekin yoshingiz katta bo'lgan sari hayotga har bir kunda o'zi hayotda o'z bir kitobda har bir kunini o'qiganingizda o'zingizga bitta narsa olasizda. Yoshingiz katta bo'lgandan keyin har bir tinch o'tgan, har bir osoyishta o'tgan kuningizga shukrona qilar ekansiz. Qaynonam har doim bir duoni qilardi. Ey Allohim, o'zingdan boshqaga muhtoj qilib qo'ymagin hech qachon desa men xafa bo'lar ekanman. Voy, bu qaynonam shuncha mehribon bo'lsam, hurmatlarini qilsam, bir betob bo'lsa meni qaray olmaydi deb o'ylayaptimikin deb o'ylar ekanman. U gapni endi ma'nosini tushunsam, Allohning o'zidan boshqaga bandani hech qachon muhtoj qilmasin. Har doim nimakiga erishgan bo'lsam, shu shukronaligim orqasidan erishganman deb o'ylayman. Hammaga shukr qilib yashashlikdi. Insonni boshiga har qanaqa narsa kelsa ham sabr qilsa, oyda 15 qorong'i, 15 yorug' degandek, hamma narsa bu dunyoda o'tkinchi. O'tib ketadi, Xudo xolasa. Ko'zingizga uyqu kelmasdan bo'lgan shunaqa kunlarim. Uyqu kelmasdan o'ylab ko'rganmisiz? Qara, bir cho'pon qiz, cho'ponni farzandi, 8 qizmiz, bir o'g'ilmiz. Orasida men bitta portlab chiqib, shu narsalarga erishganingizga shukrona keltirganingizda, agarda san'atkor bo'lmaganingizda kim bo'la olgan bo'lardingiz? San'atkor bo'lmaganimda yo shifokor, yo farzandlarga tarbiya beruvchi, o'qituvchi bo'lmoqchi edim. Chunki bolalarni juda yaxshi ko'raman. Agar hozirgi paytda, agar yoshligim qaytib qolganda, bolalar psixologi bo'lmoqchi edim. Endi men oddiy oilada tug'ilganman. Otam cho'pon,
sakkizta farzandimiz. Sakkizta farzandda 7tasi qiz, bittasi o'g'il bola. Keling shu cho'ponlikka oydinlik kiritib ketaylik. Qayerda cho'ponlik qilgan ota? Otam juda ko'p joylarda ishlagan. Asosan shu Asaka tumanini Ingliz nomlik kolxoz deyilardi u paytda. Endi hozir boshqacha nom bilan aytiladi. Shu yerda cho'ponchilik qilgan. Men 10-sinfni bitirganimcha kamida bir 10 ta maktabda o'qiganman. Chunki cho'pon bitta joyda qo'nim topib yurmaydi endi. Qayerda bu nima qilsa, birinchi marta shu Bo'zdan o'tgandan keyin Ulug'nor sovxozi bor. Hozir juda ham obod bo'lib ketdi. U paytda taqir cho'lida u yerda faqat tarvuz ekilardi. Onda-sonda bitta-ikkita daraxt bo'lardi. Shu yerda cho'lning o'rtasida mol boqiladigan ferma bor edi. Shu yerda onam sog'uvchi edi, otam boquvchi edi, biz ham yordam berardik. Shu yerda 1-sinfda o'qiganman. Va chodir uylar bo'lganmi? Ha, yo'q. Bir xonali uylar. U chodir uylarda yozda Qirg'izistonda olaylari bo'ladi. Olaylari bo'ladi. Katta qurtoplar keladigan joyda olay deb bilamiz. Shu yerga 3 oyga borardik. Sentyabr oyida qaytib kelardik. Endi asosan yoz payti, ta'til paytida o'sha yerda nima qilardik. Akam bitta bo'lgani uchun sal erkaroq edi, 7 ta qiz ichida. Ertalab sahar qo'y boqishlikka dadam ko'proq otam meni turg'izdirardi. Ot minib ertalab sahar qo'ylarni boqib ketardi. Ot minib. Shu 1-sinf, 2-sinfda o'qiganimda. Bilmayman, o'sha paytda ham sal xayolparastroq ekanman. Hamma qo'ylarim ismlari bo'lar edi. Ismlari bo'lardi. Shu paytda endi haligi biz multfilm, kinolari ko'rardik-da. Shu film qahramonlar bitta qo'yimni oti Vays bo'lardi, Pavel bo'lardi. Masha shunaqa qilib hammasini ruscha otlar qo'yib boqardim. Keyin akam sal uyqularga to'yib, nima qilgandan keyin ikkita otamiz bo'lardi. Akam meni ikkinchi otda minib, smen almashib, keyin men kelib choy-poy ichib, shunaqa qilib nima qilardik, qaralashardik ota-onamizga ham. Ota-onamiz ham endi sodda, oddiy qishloqda insonlari bo'lgan. Endi faqat shu otamni topgani shu 8 ta bolani qorniga-yu ustiga bo'lgan. Endi hozirgi paytda aytganimizda kam ta'minlangan oila emas-ku, lekin otam hech narsadan kam qilmaslikka harakat qilardi. Topganini shu bizni yaxshi yedirishga, yaxshi kiyintirishga, yaxshi bilim olishimizga harakat qilardi, lekin otam o'sha o'zini davrini eng mashhur san'atkorlar Tavakkal Qodirov, Ma'murjon Uzoqov qo'shiqlarini juda yaxshi ko'rardi. Eson Lutfullayev degan qo'shiqchimiz bo'lardi. Bizga qolganda xato qilasiz degan qo'shig'i bor edi. Shuni har doim xirgoy qilib yurardi otam. Shu dastlabki qalbimdagi san'atga bo'lgan ishtiyoqim shu otamdan o'tgan bo'lsa kerak deyman. Hali 6 ta batareyka tushadigan manchalik radiosi bor edi. Radiosi bo'lardi. O'sha tog'larda ham olardi. Doim shundan ashula eshitib, xirgoy qilib turardi. Shu dastlabki san'atga bo'lgan qalbimdagi qiziqishlarim shu otamdan o'tgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Otam o'tib ketdi, joylari jannatda bo'lsin. Onam hayot Xudoga shukr 90dan o'tdi. Rahmonova hech qachon cho'ponni qiziligidan or qilmagan. Yo'q, hech qachon. Endi cho'ponda go'sht yog' bisyor bo'ladi. Qozon hamisha u qora qozon deyilsa ham qozon to'la go'sht bo'ladi. Endi u yoqdagi tog'lardagi qimizlar, go'shtlar endi hozir hech narsaga u yerda endi haligi o'tlar ham dorivor o'tlarda endi boshqacha bo'ladi. Ta'mi ham boshqacha, mazasi ham boshqacha bo'ladi endi. Ana shuning uchun ham shifobaxsh bo'ladi. O'ylasam shu narsalar har doim yodimga tushadi. O'qishga kirishda yoki o'sha san'atga kirib kelayotganda o'sha qo'ylardan nechtasidir sotilganmi yoki o'zingiz kuchingiz bilan bo'lganmi hammasi? Yo'q. Endi bu ham endi Alloh tarafdan bir berilgan mo'jiza bo'lgan. Menga o'sha paytdagi davlat rahbarimiz Andijonga tashrif buyurganda, Andijonda asakasiga kelgan Sharof Rashidov. Men o'sha paytda 12 yoshda bo'lganman. Ustozim G'ulomjon Ro'ziboyevdan bir ilk bor o'sha Andijonim go'zal shahrim gullarga konsan degan qo'shiqni ijro etganman. Shunaqa talablar bo'lganki, u yerda juda katta san'atkorlar ham bo'lgan. Keyin menga ruxsat berishgan, ikkinchi ashulani aytganman. Ikkinchi ashulani aytganimdan keyin endi u paytda bizning paytimizda mana qarang,
51 yil 52 yil bo'lgan bo'lsa shu film olinganiga katta san'atkorlar ham barmoq bilan sanarli darajada edi, yosh san'atkorlar yo'q edi. O'sha paytda davlat rahbarimiz Sharof Rashidov endi yozuvchi bo'lgan bilan san'atga sal ko'ngillari yaqinligidanmi bilmayman. Bu qiz kim deb ustozim bilan meni bir surishtirib anaqa, bu qiz shunaqa oddiy oila, cho'pon oilasini qizi. Shunaqa ustozi G'ulomjon Ro'ziboyev degandan keyin bir tengqurlariga bir o'rnak sifatida bu qizni bir film qilib ko'rsatsak. O'sha paytda Italiyada Robertino degan bir bola chiqqanda, Jamayka degan ashula aytgan. Butun dunyo bilgan u bolani. Bizni O'zbekistonimizda Robertinosi qilamiz bu qizni biz. Bitta chiroyli film qilinglar degan o'zbek telefilmga buyruq bo'lgan. Biz ustozim G'ulomjon Ro'ziboyev bilan qo'shiqlar ustida ishlaganmiz. Shu film O'zbekistonda juda ko'p go'zal joylarida olingan. U paytda filmlar Moskvadan o'tib kelardi, tasdig'idan Moskvaga jo'natilgan, Moskvadan o'tib kelgan. 74-yil 1-yanvarda ilk bor shu film ekranga ketgan. Endi u paytda xalqimiz bunaqa kutib oladi, bunaqa hammani tiliga tushib ketaman deb his ham qilmaganman men. Anaqa ham qilmaganman. Mashhurlik nimaligini bilmagansiz. Bilmaganman ham. Hozir ham bilmayman. Oddiy insonman mana. Alhamdulillah, Xudoga shukr deyman. Hozir ham ko'chaga chiqsam, voy siz to'xting, sana borapasiz, sizni onam yaxshi ko'rardi, otam yaxshi ko'rardi. Endi oldin dastxat olishardi. Bitta rasmga tushib olaylik deydi. Voy bo'pti, xo'p mayliga deyman. Shunchalik elda Allohim bizni e'tiborli qilib qo'yibdi, e'zozlab qo'yibdi. Har kimga ham rasmga tushib olaylik demayapti-yu deyman. Allohga shukr qilib bir joylarga konsertga borsak, bir tadbirlarga borsak, xohlaganinglarcha mayliga deyman, rasmga tushaman. Xudoga shukr deyman, alhamdulillah deyman. Shunaqa ishlar bo'lgan endi. Keyin o'qishga kirganman. Andijon paxtachilik institutini agronomiya fakultetini bitirganman. Qishloq xo'jaligida o'qigansiz? Qishloq xo'jaligi institutini bitirganman. Qishloq xo'jaligi institutini bitirganman. Endi nima desam bo'ladi? Tarozining ikki pallasi bo'ladi-da endi ham. Oq kunlar bo'ladi, qora kunlar bo'ladi. O'sha paytda endi o'sha mashhurlik zalvorligi barobarida endi haligi nima desam bo'ladi, g'am tashvisham desam bo'lmaydi. Ota-onamni tarafdan bo'lmasa ham endi har xil endi sal mashhur bo'lib ko'chada nomus chiqib qolsa har xil gaplar chiqib ketadi-ku. Bor gap yo'q. Endi hozir ham bor san'atkorlar ustidan endi. Har xil gaplar chiqib shunaqa bo'lib keyin u paytda endi o'sha erkak san'atkorlar ham to'yga borishligi bizda taqiqlangan edi, mumkin emas edi. Bitta erkak kishi bir to'yga borib bir tirikchilik yuzasidan o'sha paytda ham san'atkorlarning oyligi juda 80 so'm, 70 so'm, 60 so'm edi. Hozir ham u darajada baland emas san'atkorlar. Mana biz o'g'lim, xo'jayinim Asaka madaniyat uyida ishlaymiz. Boshqa kasb egalariga qaraganda san'atkorlarning oyligi endi to'g'ri sekin-sekin ko'tarilyapti. Boriga shukr qilamiz endi. Juda sekin mayliga, sekin-sekin endi nima bo'lyapti? O'sha paytda ham nima edi? Shu erkak san'atkorlar to'yga borsa ham darrov vigovor berib, nima qilib tanqidga uchrab shunaqa bo'lar. O'sha paytda meni ham shu to'yga boribdi shu qiz. Bitta mashina 5000 edi u paytda. Bitta mashinani pulini beribdi, unaqa degan. Endi o'sha rahbariyat ishongan. Hozir zapret berib qo'yadi-ku. Shu men 15 yoshimda menga anaqa berishdi. Taqiqlov berishdi menga. Garchi bormagan bo'lsam ham endi uni ustida gapirish xohlamayman, yomon narsalar eslash xohlamayman. Bizda u paytda ikkita konsert dasturi bo'lardi, 3 ta. Bir yilda 3 ta katta bayram dasturi bo'lardi. Bittasi 1-mayda bo'lar edi, bittasi 7-noyabrda bo'lardi, bittasi Yangi yil oqshomi. Yangi yil avionyagi degan endi katta dastur bo'lardi. Xalq shunda kim chiqar ekan deb hamma kutar edi. Endi o'sha dasturlarda chiqishlik bir san'atkorlar uchun bir katta obro' edi-da endi. Shunaqa ko'rsatuvlarga endi yangi chiqqan paytim 2 yil 3 yil jo'natishmadi meni. Keyin o'sha filmdan keyin biz paytimizda sizlarga sir emas, biz o'quvchilik paytimizda biz dalaga chiqardik, paxta terardik. Har bitta xonadonga norma berilar edi. Mana shu xonadan bir kunda mana shuncha paxta berish kerak. Endi paxta monopoliyasi paytida u paytda endi. Qarang, yosh ekanmiz. Samolyotda dorilar chochiladi, g'o'zani ichiga dorili suvlar oqizdiriladi. Shu tezroq shu oilamizga berilgan normani bajarsak,
bizni kolxozimizda Mash'al nomli ansambl bor edi. Shu yerga borsam, ashula o'rgansam degan fikr o'yi bilan bitta dugona o'rtog'im bilan shu samolyot dori sochadi, o'ta zaharli endi u dorilar. O'tirib olamiz, samolyot o'tib ketgandan keyin tikka turamiz, chanqasak hali pastda oqqan suvlardan ichamiz. Shundan bo'ldimi bilmayman. Film chiqqandan keyin 1 oy 2 oy o'tgandan keyin men anaqa brushnosiv bo'lganman. Andijon viloyatida 2 dona insondan chiqqan ekan. 2 dona insondan chiqqan. Keyin ko'payib ketdi, sariqlar, kasallar ko'payib ketdi. Sochlarim to'kilib ketdi. Nima bu? Endi uni onasi o'gay ekan. Filmda dadam chiqadi, otam chiqib menga ot mindiradi, onam ko'rinmagan. Onasi o'gay ekan, surma ichirib qo'yibdi, ayta olmay qolibdi degan. Keyin menga 2 yil, 3 yil zapret berib qo'yishdi. Men chiqmadim, yo'q bo'lib ketdim. Sochlarim to'kilib ketgan, boshqatdan chiqqan. Shunda Ubay Burxon degan Shukur Burxonovning akalari O'zbekiston televideniyasining boshlig'i edi. Voy, shunaqa ko'p xat kelib ketdi. Bir yangi yil Aganyoga chiqsin deb Andijon viloyatining birinchi nimasiga xat bilan chiqqandan keyin eni meni jo'natishgan. Keyin eni menga parik berishgan, parik kiyib keyin borganman keyin. O'shanda bir sizdan endi baribir yangi qo'shiq kutishadi deb maxsus menga Anvar Isroilov so'z yozib qo'ygan ekan. Muhammadjon Mirzayev musiqa bastalab qo'ygan ekan. O'sha mashhur Ma'murjon Uzoqovlarga kuy bastalagan inson. Shunda men onajonlar assalom degan qo'shiqni birinchi marta shu yangi yil Aganyogida aytib chiqqaman. O'zi syomkalar tugab ketgan ekan. Biz montaj qilib boramiz. Siz go'yoki shu stollarda insonlar o'tiribdi deb shu stollarga qarab onajonlar assalom deb aytasiz. Biz montajda odamlarni qo'yib boramiz degan. Shu bizga rosa xatlar keldi. Siz bir chiqmasangiz bo'lmaydi. Sizni o'ldi deyishdi, u deyishdi, bu deyishdi degan. Keyin ancha oradan tanaffus bo'lgandan keyin borganman. Keyin 10-sinfni bitirganimda bizda chuqurlashgan sinf bor edi, ximiya biologiya. Shunda o'qiganman. O'qishim yaxshi edi. O'qituvchilarim, ustozlarim juda yaxshi bo'lishgan. Oltin medal bilan bitirganman maktabda, o'zimning bilimim bilan. Bu haligi men Sanoba Rahmonova bo'lganim uchun emas, o'zimning bilimimga bergan til adabiyotdan juda yaxshi o'qirdim, adabiyotga qiziqardim. Hammani attestatini maktabda o'quvchilarga berdi-da, meni attestatimni viloyatdan borib olib kelasiz siz dedi. Keyin maktabda bitta o'qituvchini qo'shib berishdi, bordim. Endi balkim hazil tariqasida aytgandir, lekin men hali tazyiqqa uchrab 1-2 yil, 3 yil asha zapretda turib, ana qilganimdan keyin, borganimdan keyin sizga attestatingizni shunaqa shart bilan beramizki, Andijon viloyatidan tashqariga chiqmayman, Toshkentga o'qishga bormayman desangiz beramiz siz attestatingizni deyishdi. Keyin men shunga rozi bo'ldim, qo'l qo'ydim. Keyin meni attestatimni berishdi. Keyin men turmush o'rtog'im o'sha yerda tayyorlov kursida o'qir ekan, Andijon viloyatida paxtachilik institutida. Keyin birga topshirdik. O'sha yerda oq oltin ansambli bor ekan, u ansamblda qatnashib yurdik. Juda ko'p telekonkurslar bo'ldi, ularda qatnashdim, lekin Toshkentga o'qishga borish, o'qish men uchun orzu bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lib qoldi, shunaqa bo'lib qoldi. Vaholanki bugungi kunda har kuni telestudiyalarga boryapsiz, ko'rsatuvlarga boryapsiz. Endi o'zimni hayotimni o'ylab turib, hozirgi zamondagi yoshlarga juda ham havas qilaman, juda ham havas qilaman. Chunki yoshlarimizga juda ham katta imkoniyatlar va sharoitlar yaratilyapti. Qarang. Hozirgi kunda Sanoba Rahmonovani qaysi ayol san'atkorda ko'ra olyapsiz? Sevaraxon degan qiz chiqdi bir. Qashqadaryolik Sizga ekanmi, o'xshab ham Surxondaryolik ketadi, ekanmi. Jizzaxlik. Shu qizda men o'zimni yoshligimni ko'rdim. Sevara Nazarxon aytdiki, bu qizni men nima uchun tanladim? Bu hech qanaqangi bir musiqa maktabida o'qimagan, musiqiy bilimga ega emas dedi. Qarang, o'sha eshitib turib, men uchun sevaman, yo'q, Sevara Nazarxonning ashulasini aytdi, Vatan haqida ashulasini aytganda, yaxshi qo'shiqni siz atayini tinglamaysiz. Butun vujudingiz, ruhiyatingiz o'zi tanlab oladi yaxshi ijrochini-da. Shu Sevara Nazarxonning oldiga chiqib, shu Sevara Nazarxonning Vatan haqidagi ashulasini aytganda, shunaqa ko'zlarimga yosh kelib ketdi, o'zimning yoshligimni esladim-da. O'zimni taqqoslab ko'rdim. Qaniydi meni davrimda ham shunaqa konkurslar bo'lganda, shunaqa imkoniyatlar bo'lganda
dedim, o'sha qizni o'zimni ko'rdim. To'g'ri. O'sha oilasini, hayotini, uylarini ko'rsatdi. Shunaqa chiroyli, haligi qiz ta'riflab berdi. Kiringlar, marhamat, darvozamiz yo'q dedi. Biz ham eshigimizda darvoza. Aytdim-ku, men gap cho'zib o'tirmay, o'zimni yoshligimni ko'rdim o'sha qizda, o'zimni yoshligimni ko'rdim. Meni ham oilam shunaqa edi. Keyin shu filmimiz juda katta muvaffaqiyatga erishgandan keyin Sharob Rashidov, bu qiz qanaqa oiladan chiqqan, shunaqa oddiy oila, sharoitlari ham unaqa o'ta darajada emas. Endi har bir oila o'zi shunaqa payt edi, kolxoz paytda shunaqa edi endi. Keyin bo'lmasam bu qizni ijod qilishiga bir chiroyli sharoit qilib beringlar degandan keyin bizga uy solib bergan. Hozirgi mana muhtaram yurtboshimiz ham har bir sport sohasida bo'lmasin, qaysi yoshlarimiz qo'lga yutuq kirgizdirsa ko'zimga yosh olamanki, taqdirlay olayapti. Qarang endi, taqdirlay olayapti. O'sha paytda ham o'sha yurtboshimiz menga, xonadonimizga uy solib bergan, pianino bergan. Lekin shu narsalar evaziga men san'atda davom etkizdira olmay, bir san'at sohasidagi o'qishlarga kira olmaganman. Lekin san'atdan hech qachon ayro yashamadim. Alhamdulillah, Xudoga shukr, turmush o'rtog'im san'atkor. Shuncha yillar davomida katta sahnalarda ijod qila olmasam ham, butun respublikamizning hamma tumanlarida, bizni paytimizda o'sha paxta dalalarida qaysi brigada deyilardi. Plan tursa shu shiyponglarda borib mikrofon bo'ladimi, bo'lmaydimi, 10-15 ta ashulani jonli ravishda aytardik. Xalqning ichida, oddiy xalqning ichida mashinalarni qo'yib tepani sahna qilib qo'yib, svetlar o'chib qolsa u paytda shu haligi nimalar bo'lardi, divizorlar bo'lardi. Shunaqa narsalarga yoritib qo'yib ham aytgan ashulalarimiz bo'lgan. Haligi yorug'likqa har xil uchadigan narsalar odamga kelib uchadi, ko'zingizga kiradi. Shunaqa joylarda. Mana endi o'sha paytdagi mehnatlarim zoya ketmadi. 2017-yili muhtaram yurtboshimiz do'stlik ordeni bilan taqdirladi, oldim. Rahmat katta. Har yili shu mustaqillik bayramini ko'rganimda hali ichingizda baribir yuragingiz ichida tub-tubida bir narsa bo'ladi-da endi. Oila tashvishi, bola, oila g'am, hamma narsadan bir narsa bo'ladi-da baribir odamning yuragida bir orzusi bo'ladi. Chiqish xayolimga ham kelmas edi-ku, qani endi ichimda, uni hech kimga aytmas edim. Men ham shu mustaqillik bayramida qatnasha olsam, ayniqsa shu yurtboshimiz shu konsert tugagandan keyin san'atkorlar bilan ko'rishganda shunaqa havasim kelardi. 2017-yil mustaqillik bayrami dasturida qatnashdim. Uni xursandchiligimni endi so'z bilan ifoda qilib bo'lmaydi. 2024-yili shaxsan yurtboshimizning qo'lidan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi oldim. Juda chiroyli e'tirof qilib odamlarning oldida gapirdi. Shunchalar xursandligimdan, shunchalar hayajonlanganimdan, nima dedi prezidentimiz sizni qo'lingizni ushlab desa, shunchalik xursand bo'lganimdan nima deganini ishonsangiz, nima qilmabman. Qaytarib bera olmayman-da shuni. Shunaqa chiroyli e'tirof qildi. Sanobarxon nafaqat ona, nafaqat san'atkor, o'zbegimi ayoli timsolida, yaxshi ona, yaxshi tarbiyachi deb shunaqa chiroyli gaplarni gapirdi. Hattoki quloqlarim eshitmay qoldi-da. Keyin shu 90dan o'tgan onam har doim ko'rgani borsam, shu taqdirlangan o'zim tengi quri chiqqanlarni ko'rsa, har doim duo qilardi. Ilohim, siz ham yurtboshimizning qo'lidan unvonlar oling, mukofotlar oling desa, voy onajon, mayliga, endi siz duo qilyapsiz, endi menga yurtboshining qo'lidan unvon olish endi menga qayerda, yoshlarim ham katta bo'lib qolsam, Xudo xolasa olasiz bolam. Onaning duosida juda katta gap bor ekanda, onaning duosida. Haligi yodlagan narsalarimning birontasi qolmadi-da xayolimda. Birontasi qolmadi, faqat minnatdorchilik bildirdimda. Onajon, sizni duolaringiz ijobat bo'ldi bugun, deya oldim. Boshqa hech narsa deya olmay qoldim-da. Onani duosidagi ulug' narsa bo'lmas ekanda. Shu onasi hayotlariga shu bitta narsani aytib o'tgim keladi. Har doim onangizni duosini oling, onangiz tirikligida qadriga yeting. Bu ota-ona biz uchun mehmon.
ona otani duosini olgan inson hech qachon yomon bo'lmaydi deb o'ylayman. San'atga oshifta ko'ngildan ham hech qachon san'atga oshifta ko'ngilda farzanddan hech qachon yomonlik kelmaydi deb o'ylayman men. Sog' bo'linglar. Hammamizni onajonimiz sog' bo'lsin. Agar o'tib ketgan onajonlarimiz bo'lsa, joylari jannatda bo'lsin. Ilohim. Endi bir katta sandiq sizda, Hojiona, bugungi kunda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvonlar yana bir karra muborak bo'lsin. Rahmat katta, rahmat katta. Keling, ana shu sandiqdan bir parchaginani bizga ijro qilib bering. Endi buni sizga ko'pchilik aytgan, lekin ana shu ko'pchilikka aytmagan qo'shiqdan bir parchagina muxlislar uchun o'zingiz Aytmagan qo'shiqlarim yo'q, hamma qo'shiqlarimni aytganman. aytib ulgurdim. Aytib ulgurdim. Endi yangi qo'shiqlar ustida turmush o'rtog'im bilan ishlayapmiz, har doim izlanishdamiz. Xudo xolasa mustaqillik bayramlariga mo'ljallagan qo'shiqlarimiz bor. Xudo xolasa juda ko'p duetlarimiz bor. Endi turmush o'rtog'im bilan bir shukronalik haqida qo'shiq aytganmiz. Shundan ikki qator aytib beraman endi. Shukronalik haqida ko'p gapirdik. Buni endi Ilhom akangiz bilan birga aytganman, ikki qatorda aytib beraman. Xur zamona yurt obod, davroningga shukr qil. Xotirjam tinch, pok musaffo, osmoningga shukr qil. Xotirjam tinch, pok musaffo, osmoningga shukr qil. Har birimizga shunday jannat makon yurtda shukr qilib yashashlikka Allohim nasib qilsin. Rahmat katta, sog' bo'linglar. Qiyin vaziyatlarda sizga kuch va tasalli beradigan inson kim? Yaqinlarim, turmush o'rtog'im. Qancha yoshingiz o'tib borgan sari bir-biringizga qadringizga yetadigan bo'lib, bir-biringizga suyanchiq bo'lib, o'sha yoshligingizda ota-onangizga suyansangiz, dunyodagi eng ishonganingiz do'stingiz, ota-onangiz bo'lsa, turmushga chiqqaningizdan keyin, endi bu meni fikrimdir, balkim boshqalar qo'shilmas, shu turmush o'rtog'ingiz bo'lib qolar ekan. Suyanganim, maslakdoshim, fikrdoshim, shu ko'proq turmush o'rtog'imga suyanaman, farzandlarimga suyanaman, bulardan kuch olaman. Boshimga qanaqa kun tashvish tushishidan qat'iy nazar bulardan tasalli olaman har doim. Shukr qilaman. Oila a'zolaringizdan. Oila a'zolarimdan. Mana har ikkingiz ham san'atkorsiz va farzandlaringizdan biri ham san'atkor va eng ko'p mishmishlar bu san'atkorlar atrofida aylanadi. Xalqimiz mishmish qilishni yaxshi ko'rishadi. O'zingiz va turmush o'rtog'ingiz haqida eshitgan eng antiqa va kutilmagan mishmish qanday bo'lgan? Biz o'sha bitta qishloqdanmiz, bitta maktabda o'qiganmiz, bitta institutda o'qiganmiz. Hali turmush qurmasimizdan burun turmush qurishibdi degan gap chiqib ketgan, gap chiqib ketgan. Men endi shu 19 yoshda bo'lganman. Men o'ylamagan edim endi shu 19 yoshimda turmushga chiqaman deb. Ertaroq turmush qurishimiz asosiy sababchisi turmush o'rtog'im Ilhom aka oilada eng kenja farzand bo'lgan. Ota-onalari keksa yoshda bo'lgan. Qaynonam rahmatli 47 yoshida ko'rgan ekan turmush o'rtog'imni. Kelin olgan ekan. Kelini farzand 5 oylik nabira ko'rganda, keyin men turmush o'rtog'imni dunyoga keltirgan ekan qaynonam. Kelini tuqqan 5 oylik nabira nevarasi bor. Keyin men turmush o'rtog'im dunyoga kelgan ekan. Endi Ilhom akam ularga tog'a bo'ladimi endi shunda? Qanday bo'ladi hozir? Endi qaynonangiz ham kelindan keyin tuqqanda, kelindan keyin tuqqan 47 yoshida ko'rgan. Shuning uchun shularni keksaligini hisobga olib, shularning bir duosini olaylik, xizmatini qilaylik degan maqsadda to'yimiz tezda bo'lib ketgan. Mishmishlar bo'laveradi, ularga ahamiyat berish kerak emas. Ularga san'atkorlar o'sha paytda sahnaga chiqmay qo'yganda o'libdi degan gap. O'libdi degan juda ko'p. Mana yaqinda 20-yilda pandemiya bo'ldi. Shunda shu bitta musiqachi bola bilan o'g'lim Ixlosbek to'yga borgan. Keyin u bola ozgina tomog'i og'rib больницаga tushgan. U bolani onasi o'shlik bo'lganda. O'shdan onasini olib o'tgan, endi o'sham endi boshqa davlat bo'lib qoldi bizga endi. Qirg'iziston hisoblanadi.
shu gapni qisqasi shunaqa bo'lib, Ixlosbek ikkalamiz 14 kun karantinda, lekin alhamdulillah Xudoga shukr biz kasal bo'lmadik, lekin shu karantinda turib keldik ikkalamiz. Odamlar meni shu nima bo'lgan ekan, pandemiya bo'lgan ekan, shu ayol olamdan o'tibdi deb gap chiqarib yorishgan menga. Mayliga xafa bo'lmadim. Eskilarda bitta gap bor-ku, siz o'ldi deb gap chiqarib yorishibsiz, umr uzoq bo'lar ekan deydi. Alhamdulillah. Mevali daraxtga tosh otiladi. Umr uzoq bo'lar ekan, bor bo'lishsin ilohim, bor bo'lishsin. Umrlar uzoq bo'lishsin. Bunaqa mish-mishlarga endi quloq solish kerak emas endi. Ba'zida san'atkor ko'chada ketayotganda qalbini nimadir tirnab turgan bo'lsa ham, insonlarni ko'ziga kulib jilmayib qarab turish kerak-da. To'g'ri. Shunaqa kunlaringiz bo'lganmi? Siz nimadandir xafa bo'lib yonib ketyapsiz, lekin siz bilan kimdir rasmga tushib olgisi kelyapti. To'g'ri. Shu holatlarni qanday chiqib ketasiz? Ixlosbek o'g'lim 5 yoshligida baxtli nima bo'lib kuyib qolgan, o'sha sementga tushib ketib qolgan. Shu oyog'ining uchidan shu tepasigacha kuyganda, juda qattiq kuyganda. Shunda yalang bosh, yalang oyoq bolam shundoq ko'targanman. Uyda dadasi yo'q edi, amakisi bor edi. Ko'tarib olib ketdim, больницаga bordim. O'sha yerda endi 5 qo'l barobar emasda har xil insonlar bor. Endi Sanoba Rahmonova desa, haligi chiroyli kiyinib olgan, qosh ko'zini bo'yagan, shunaqa odamlar tasavvurda kelsa kerak endi biz ayollar ko'proq shu 5 qo'l barobar emas. Haligi chiroyli kiyinib olsa, chiroyli taqinchoqlar taqib olsa, shu ba'zi bir ayollarga endi yaxshi ko'rinsa kerak-da. Shu bitta ayol chiqdi-da, sheriklarini chaqirib chiqdi. Mana shu tomosha qilib olinglar, mana Sanoba Rahmonova mana shu bo'ladi dedi. Duvdi bittasi aytdiki, "Voy, Sanoba Rahmonova shumi? Oyog'ida oyoq payvazali yo'q, boshida ro'moli yo'q." deb nima qildi. Endi haligi bolamni joni ko'rinib turibdi-da meni ko'zimga. Endi bolam tirik qolarmikin? Endi hech qaysi onaga o'sha paytdagi holatimni hech ham ravo ko'rmayman-da. Ashunda ham o'zimni bosdim-da. Voy endi dugonajonlar, singiljonlar. Endi shunaqa bo'lib qoldi. Shu oyog'imga narsa ilib olish ham ko'zimga kelmadi, boshimga narsa. Agar rostdan shu biz deydi, garov o'ynab chiqdik-da hozir. Siz o'sha ayolimisiz, o'sha ayol emasmisiz dedi. O'xshatsanglar o'sha ayolman, o'xshatmasanglar u ayol emasman dedim. O'zinglar kelishib olinglar dedim desam. Unda biz deydi yutkazib qo'yam. Men masha ayol degan ayol aytadi. Men yutkazib qo'yaman-da dedi. Biz deydi puldan garov o'ynadik deydi. Qarang. O'sha paytda ham o'shalarning ko'yiniga haligi olamda suv bossa o'rdakka nima g'am deydi-ku. Men ichimdan nima o'tib turibdi, men nima holatda turibman o'sha paytda deng qarang. U odamlar haligi o'rtaga qo'yilgan pulni o'ylab turibdi-da. Men aytdim, agar o'xshatsanglar o'sha ayolman, o'xshatmasanglar u ayol emasman dedi. Endi nima deb kelishib oldi bilmayman endi. Iloji boricha endi yaxshi javob berishlikka harakat qildim. Endi kasal bo'lgan paytingiz bo'ladi. Haligi nima yaqinda bitta qiziqchimiz aytdi, operatsiya bo'lib turibman ham, anaqa narkozni ta'sirida turibman ham azoxon. Qachon o'zingizga kelasiz, rasmga tushib olay. Endi muxlislar shuda. O'shalarga ham shukr qilish kerak. Har kim bilan ham ustidan garov o'ynamayapti-ku. Har kim bilan ham rasmga tushaman demayapti-ku. Har bir inson o'ziga insof bersin endi mayliga. Shunaqa qilib qo'yganiga ham shukr endi. Shunaqa holat bo'lgan menda. Bu yakuniy savol bo'ladi. Yillar o'tib Sanoba Rahmonova ismi xalq xotirasida qanday qolishini xohlagan bo'lardingiz? Hammamiz ham bandamiz. Qaysi kasbda bo'lishdan, haligi xalqimizda bir maqol bor-ku, olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Yaxshi inson edi shu inson, yaxshi inson edi degan xotira bilan eslashlarini xohlayman. Agarda biz sizni hozir iltimos qilsak, 90 yoshlik onamizni uylari qaysi o'rtada? Yaqinda. Bir ruxsat bersangizda onamizdan bir chiroyli duo olib, Sanoba Rahmonovani o'zini ko'p yerda ko'rganmiz, lekin ularni voyaga yetkazgan onasidan bir chiroyli muxlislarimiz uchun duo olsak. Sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Rahmat katta. Biz esa aziz muxlislar, bugungi dasturimizni Sanoba Rahmonovani xonadonidagina tugatamiz va u yoqda davom ettiramiz.
Rahmat katta. Yana bir bor bizni yo'qlab, bizni hurmat qilib, e'zoz qilib, bizni muxlislar bilan yuz ko'rishtirganingiz uchun, dildan suhbatlashganimiz uchun, har doim shu suhbatdan keyin baribir o'sha bizni muxlislarimizni ko'rib turmagan bo'lsam ham, ularni taftini, ularni menga bo'lgan hurmatini his qilaman, hayajonga tushamanda, voy, mana bu savolga bunaqa deb javob bersam bo'lar ekan. Bu savolga bunaqa deb tahlil qilamanda, nimaga shu paytda shu fikr kelmadi menga deb o'ylayman. Agar sizlar o'ylagan darajada savolinglarga javob bera olmagan bo'lsam, muxlislarimiz o'ylagan darajada bizni fikrlarimiz, so'zlarimiz yoqmagan bo'lsa, ulardan oldindan kechirim so'rayman. Ilohim jannat makon yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Yurtimiz bundan ham obod bo'lsin, bundan ham rivojlansin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Muxlislarimiz bilan, yurtdoshlarimiz bilan yurtimizni chiroyli bayramlarida, yaxshi davralarda, chiroyli joylarda, chiroyli yaxshi suhbatlarda yana uchrashishni Allohdan tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar ham yuzlaringlar yorug' bo'lsin, ishlaringlarning rivojini bersin. Sog' bo'linglar. Rahmat katta. Volidam ko'rsatuvida sensatsiya azizlar, eng yoshi ulug' onaxonini bugun biz sizlarga tanishtiramiz ko'rsatuvimiz orqali. Demak, hozir biz Sanobar Rahmonovaning volidai muhtaramasini oldiga keldik azizlar. Faqatgina Sanobar Rahmonova emas, bugun ularning volidasini ham sizlar tomon taqdim etamiz. Volidam ijodkorlarini kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz? Yaxshimisiz, salomatmisiz? Rahmat. Qalaysizlar? Rostga kelinglar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Qalaysizlar, sog'liginglar yaxshi? Tuzimsizlar? Yaxshi keldilaringizmi? Rahmat, Allohga shukr. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Chiroylilar xususan. Allohga duo Ota joyim naryoqda. Sizlar bizni yo'qlab shu kelibsizlarmi kunduz sig'ida? Xudo sizlar bilan birga bo'lsin, Xudo o'ng ko'zi bilan qarasin. Safar doim baxatar bo'lsin. Bundan ham badavlat kattakon bo'lib, prezidentimiz yo'q, vazir bo'ling hammang. Yaxshimisiz? Men yaxshiman jonim. Men endi bir arzimaga yiqilib tushib, bolalarim davolatamiz. O'g'limiz seni dedi. Yo'q, ancha borib qoldim bolalarim. Meni qo'yinglar deb ulamadim. Shu yashab turibman. Yaxshimiz. 9 bolani elasi bo'ldim. Nima? 8tasi bor hozir. Hammasi pensiyaga chiqdi. Ikkita pensiyaga chiqmagani qoldi. Biz sodda odam, sodda gapiramiz-da Yo'q, bolam. yaxshi ketyapti. Qanday qilamiz endi? Men shu yoshga keldim. Eplab-seplab o'lmalab yuraman. Qizim qaraydi, yuvadi, taraydi. Nima qilaman? 5 vaqt namoz o'qiyman, Xudoga yalinaman. Olamni tilayman. Dunyoni tilayman, hammasiga tilak qilaman. Yaqin joyimda. Sanobar Rahmonovani siz tuqqanmisiz? Ha? Men otasi bitta qizni 51-yilda tug'dim, otasi 40 kunlik qizini tashlab armiyaga ketib qoldi. Armiyada 5 yilda keldi. 5 yilda kelgandan keyin 57-yil bitta o'g'lim bor. O'g'limning orqasidan Sanobarxonni ko'rdim. Shu Sanobarxon shu orqasida 7 ta qiz, bitta o'g'lim bor hozir. Hayot hammasi. Shu eplarim turibman jonim. Ha, tug'ishda eplabsiz ona? Ha? Tug'ishda eplabsiz. 9 tani qo'limga oldim. Yashang, sog' bo'ling. Yana keyin 8 tasi bor, uyog'i bor ketdi. Shu bilan yaxshimiz. Endi hukumat bir arava berdi, aravada picha aylantirib keladi. O'lmayman, mashg'ulot qilib, namoz o'qiyman, Xudodan tilayman. Xalqni, yurtni, prezidentimizni, dunyoni hammasini Xudodan tilayman. Sanobar Rahmonova yoshligida qanaqa bo'lgan? Yoshligida kichkina bola edi. Yana qo'yni qayerga olib borsak, o'sha yerga borardik.
devorlarni ustiga chiqib, to'g'da bo'lsa, tosh terasiga chiqib o'zini o'zi rol o'ynaganga o'xshab o'ynaverardi. Picha qo'shiq aytardi. Otasi 3 ta batareyasi bor, katta 52 qo'shig'imiz bor edi. Qo'shiqqa sal otasi ish qiladi. Keyin madaga qo'lga ko'tarib yura turganlar qo'shiq oldi. Uni 3 ta og'ir batareyasi bilan otga ortib, Radioda aytyapti. ashini qo'shiqni qo'yib olardi. Ho, qiz tevasiga antinani qo'yib kelardi. Olay degan Qirg'izistonda. Qirg'izistonda ashaqda yurardik. Otlar sog'amidingiz, otlar? Otni ham soqqanman. Hukumatni sigirini ham 30 ta 20 ta sigirini ham soqqanman. Otni ham minib qo'yga ham qaraverardim. O'lib qolgan bir shum teg o'tirmagan xotin edim. Shunaqa o'lib, axiri elaka, Xudoyim seni tirajag'ingni, esingni joyiga qo'yib qo'yaydi. Seni bir tinchitib qo'yayin deganman. Yaxshimiz bolam. O'zingiz ham qo'shiqlar aytib turasizmi? Laparlardan. Qo'shiq yo'q. Kampircha qo'shiqlar bo'ladi-yu. Qo'shiq aytardik, yaramasdi bu qo'shiqlarimiz. Eplab aytardik. Qo'shiqni ishimizga qo'y boqib, kasbimiz qo'y boqish, boshqa hech bir kasb yo'q edi. Bittagina o'g'lim bor, o'qitamiz desak, u ham qo'y boqib hozir 57-yil, 60dan osh. Sanabarxondan biriga tug'ilgan. Bor. O'zi kelin bo'lib tushgan joyim o yerda. Mana qizimni turmushga chiqmadi, bitta bolasi bor. 3 ta farzand ko'rdi. Eri Rossiyaga olib ketdi. Keladi bu yerga ham. Ayna qo'yib, shu yashab turibmiz bolajonim. Shu yaxshi. Non, serap, hamma yo'q, serap. Dehqonchilik bor. Xudoyim bandalar dehqonchilikqa serap bo'lsin. Podshomiz Odil Qodir. Ixlosbek sizga sigira berar ekan, sog'orasizmi? Endi cho'nqayib o'tirolmayman. Ko'timga istadi qo'yib olib, 20 ta, 30 ta sigirni, kolxoz sigirini ham sog'ardim. Otni ham sog'ardim, qimiz qilardik. O'zimizning otalarim ham chorvada yurgan, hammasi. Ayna qo'yib, endi shu yoshga kelib, qaratili jahonga ekanda. Yo'q, juda yaxshisiz. Hamma yo'g'ingiz xunuk bo'lib, yomon bo'lib ketasiz ekan. Yomon bo'lib ketasiz. Uzoq umr ko'rishdi siri ashi olaylarda, toza havolarda yurib, ash ot sutlaridan ichish kerak ekanda. Alayda o'tni ham dorisini kelib kelardi guvohliklar. Keyin kim biladi? Xudo shunaqa qilib endi umr berib qo'ydi, nima qilardim? 3 ta qizimni sen o'lasan, o'shaqa bormaysan deb dakimiz bermadi doktor. Havo ololmaysan. 3 ta 4 ta bolamda Sanabarxonda kiyinib chiqqan joyda tug'dim. Yo'q, doktor qo'limda raspska oldi. Sen o'lib qolsang, men 3 ta bolam bor, qamalib ketaman. Sen doktor bo'lib o'sha tuqqan vaqtda o'sha yerda ekansan, xabar olmagansan, meni qamab olasiz. Keyin men hajaqa qo'l qo'yib berdim. Hech bo'lmasa bekar o'tirmay yo ko'rpa qoving yo suzma olib kelsa qurtob qilib berib o'tiring endi bularga. Bekar o'tiribsizmi endi? Yo'q. Qo'limda o'tirsam ish qilaveraman. Qilaverasizmi? Ha. O'lmalayman. Keyin xotinlar eshikka chiqsa, qizim chaqchaq solib beradi, o'lbalab chiqib, ular bilan gaplashaman. Shu bolalar keladi, biri qo'yib, biri keladi. 7 tada qiz. Bitta qizim 51-yil. O'zimga o'xshab qarib qoldi u ham. Nima? U yog'i Sanabarxondan pasti ham 60 yoshga ikkitasi. Mana qizim yana bittasi pensiyaga chiqaman. U yoqqa borib pensiya nechi pul pensiya? Pensiya cholim yugulilarda olgan udani bo'lib qo'zi bilan to'lg'adi. Cholim 20 ming bilan ketdi. Nima?
Ukrainada, Poltovskada, Lazavoy nima degan joylarda xizmat qilib 5 yilda keldi. Juda qattiq ishlatdi. 5 yilda kelib ham shuncha bola tug'ibsiz-ku. Voy, ichim to'la bola ekan. U vaqtda doktor yo'q, bitta o'kil yo'q, boshqa yo'q. O'zingizni pensiyangiz necha pul? O'zingizni pensiya? Hozir endi o'lakchig' bilan chiqqanman. Kelib chorvadan kelsak paxta ham terdirardi. Paxta terardik. Yo'qda qiynardi. U vaqtda gapirmay qo'yray. Nima? O'lakchig' bilan chiqib hozir 920 so'm bo'ldi. Ana. Yaxshi. Yechadi ham. Tiyinigacha bilasiz ekan-ku. Maktabga bormaganman. Ammo bolalar hammasi o'qidi. Sanabar xonim. Voy Sanabar xonim. Kichik ko'ngil, kelinishni bilmaydi, yasanishni bilmaydi. O'zi kichkina qiz, o'zi qo'shiq aytib. Televizor ham yo'q edi. Televizorni qayerdan olib yuramiz? Ammo qo'shiq bor edi. Qo'shiq. Chorvalarda ishlaganlarga vaqti bilan kaltak berardi. Kimgadir bir ishingizni bitirgani, kimgadir men Sanabar Rahmonovani buvasi bo'laman, bitirmo ishimni deganmisiz hech? Yo'q. Meni surishtirib kelsa biladi, bo'lmasa unaqa keladi, bilsa gapirmayman. Ishlasan bilmayman. Nima haligi nimamni kinoga oladi-yu? Kinoga. Yo'q. Ha. Senada oladi-yu, nima deydi? Gipis. Rengin. Ikkita renginimni olib ketib, mana Andijonda Kotakani nima berdi? Araba berdi. Araba sal eskirib qoldi. Minaveramiz uni ham. Yaxshi yela. Shu. 90 ga kirib shopir bo'lib qolibsiz-da, ha? 90 ga kirib shopir bo'lib qolibsiz. Ha, 96 ga kirdim. 96 ga kirdingizmi? Ha. Umringiz uzoq bo'lsa. 96 ga kirdim. Eplanib turibman-da bolam. Gapim adashga qurquri kasal bo'lib qolsam, Xudo meni sekin oson og'riqman. Mayli, roziman deyman. Bo'lmasa endi umr bersang yashab turaveraman deyman. Doim og'zimda Xudo, Alloh ayna deyman. Endi Hojona yurtimizga bir chiroyli duo qiling endi, tinch yurtimizga. Aynan Xudo, o'rgilib ketay Xudo. Mana shuncha odamchi, bolalarim, nevaralarim bilan teng. Bizni yo'qlab, izlab, vaqtini ajratib, bizni mahna qilib, gapimizni, o'zimizni, turmushimizni olg'ari ketdi. Xudo 18 ming odamni saqlagin. Prezidentimizni o'zimizni, O'zbekistonimizni prezidentimizni saqlagin. Odil qodir bo'lsin. Dehqonchilik mo'l-ko'l bo'lsin. Xudo nori ocherab bo'lsin. Hech narsadan zor qiynalmasin. Xudo mana kelgan bolalarim meni yoshimdan ham o'tib, ulug' yoshlarga kirsin. Erkak bolalarim, qiz bolalarim. Ikki qo'li, ikki oyog'i, ikki ko'zi to'l muchasi sog' bo'lib, doim yigitday bo'lib yursin. Bobo bo'lsin, menga o'xshab evara ko'rsin. Xudo qizlarim beka bo'lsin. Kelinchaday bo'lib, qo'shganlari bilan qo'sha qarib, xonadoni bo'lsa, enasi bo'lsa, otasi bo'lsa, qarindoshi bo'lsa, ulug' vujudi bo'lsa, hech kam bo'lmasin. Xudo o'ng ko'zi bilan qarasin, Xudo. Parvardigor. Men bir joyda yotgan g'aribman, bechoraman, bemoriyman. Men tilovchi menman, Xudo. Berguchi sensan, yalinmoq menman, Xudo. Yallaqay sensan, Xudo. Xudo bolalarimni qayerda bo'lsa omonatini bergin, safari bexatar bo'lsin. Hammasi prezidenti, ukasi, prezidenti, akasi, ukasi vaziri bo'lib ishlasin, Xudo. Hamisha zamonlar tinch bo'lsin, non-osh serab bo'lsin. Dehqonchilik mo'l-ko'l bo'lsin, Xudo. Allohu akbar. Rahmat bolajonim. Aynan-oy. Qiz chiqaruvni evara ko'rdim.
Yaqinda evara ko'rdim. Bitta chevarasi Amerikada grant yutib olgan deyapti, eshityapsizmi? Grant yutib olib Amerikada. Faxrlanib gapiryapsiz deydi baribir. Men hali bittagina nevaramni Mana- yapon tilidan dars beryapti deb Quloq- esimga keltirmabman. Qarang, bu onam 96 ga kirib nimasi Quloq xotirasini ko'ryapsiz. quloq og'ir odam qattiq gapirar ekan. Xafa bo'lib. O'zi kar bo'lsa, ular ham kar bo'lib qattiq. Mo qizim, biz apa deydi-da bizni, turishimiz biz. Apa, charchib qolasiz, sekinroq gapiring, sekin. Toshkentdagi qizim turpoq qilsa, apa, sekin gapiravering, sekin gapiravering. Kim biladi, shoshilib, suyunib, ichimga sig'may ketib qattiq gap. Hali mondaqada sekin gapiravering, charchib qolasiz deb qoladi. Gaplashadi nevaralari bilan. Ikkita chevarasi Amerikada grant yutib olgan ikkalasi ham. Bittasi injener texnolog bo'lib, mashina zavodda ishlaydi. Ikkovi ham chevara. Ikkalasi ham chevara. Nimada? Amerikada yashashadi. Men bittagina nevaram yapon tilida dars beryapti universitetda deyish xayolimga kelmabdi. Bu onam qarang ko'ryapsiz. Hamma grant Chevaralarini aytyapti. grant yutib olib, Amerikada yashab ishlayotganini gapiryapti, ko'ryapsizmi? Qoyil qolish kerak bu onajonlarga. Yana Quloqqa nima bo'ldi, quloqqa? quloqni bir tozalatib keldi. Yana oboramiz dedi, yo'q, qo'yaver bolam, qattiqroq gapirasan deyman. Hadeb yo'q. Bola, Ixlosbek tozalatib keldi. Ixlosbek qayerda? Mana men Mana. onajon mana endi. Aynan oy, xudoning. O'ting. Ko'zam sarxara. Tinchgina omongina. Ko'zam sarxarara. O tilzirga chiqib oling dedim-da, keyin ko'rishamiz dedi. Aynan oy. Ashirdan o'tiribman. Voy aynan Ixlosbegim, xudoning ixlosi sizga. Sog' bo'ling apa. Mana qizimni hojiga borasiz yaqinda. Ana ilohim. Sizga o'tirtaydi. Xudo xolasa. Onajonda aytgani bo'ladi. Prezident qo'lidan mukofot oling deb duo qilardi. Onam hali aytdim-ku. Prezident qo'lidan mukofot oling, orden oling, do'rdiz oldim alhamdulillah, Xudoga shukr. Endi Ixlosbek umraga olib borsin, hojiga olib borsin deyapsiz. Duolaringiz ijobat bo'lsin onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Prezidentimizga duo qilib turaman. Ilohim dehqonchilik mo'l-ko'l bo'lsin, joni sharaf bo'lsin. Prezidentimiz odil qodir bo'lsin debdi. Boshqa yoqda tilpa prezidentiga ham duo qilaman. Bekor o'tirib salovat aytaveraman. O'lmalab yuraman. Oskeringni bir ushlab qo'yay. Onajonni yoshiga keling, qarang, ko'ylagingizga Ko'ylagingizga moslab. Mana, meni ham bitta bettingiz artib bering. Menga ham sovg'a berdi. Mana. Sadaqa bo'lib ketay. Meni yoshimdan ham o'tib, mana kelganlar hammangiz. Xudo bobo bo'ling. Yigit, o'sha bobo bo'lgan vaqtingizda yigitday bo'ling. Amin. Sizga o'xshab biz ham yoshingizga yetaylik, siz yoshingizga yetaylik. Mana rahmat katta. Rahmat. Rahmat. Qani? Aynan. Kelib, bir piyola ichaylik turamiz. Nega qarang? Bir o'stay qo'ylaring, kellaring, mollarim. Olaylar. Yuzlariga tabassum yarashgan, jilmayib turibsiz qarshimda. Hamma sizga havasla qarashgan, onam borligingiz baxtimda. Ko'zlarida quvonch yoshlari qalqib, baxtimiz so'raysiz Xudodan. Yuzingizdan o'pay yoshingiz artib, bu kunlar siz qilgan duodan. Bo'ylari rayhonim, fido sizga jonim, meni mehribonim onam. Gullardayin yashnang, uzoq umr yashang, meni xush zabonim onam. Bo'ylari rayhonim, fido sizga jonim, meni mehribonim onam.
validayn yashnang, uzoq umr yashang, meni xush zabonim ona. Volidam ko'rsatuvining bu galgi soni juda ham o'zgacha bo'ldi. Fayzli bo'ldi desak adashmaymiz, chunki ikki volidani suhbatini oldik. Albatta, elimiz ardog'idagi san'atkor Sanobar Rahmonova va ularning 90 yoshdan oshgan 96 yoshli volidalari bilan ham suhbatlashib, ularning duolarini olib, mana hozir ko'rsatuvimizni yakunlamoqdamiz. O'zbek san'atkorlarining orasidagi eng bir namuna ko'rsata oladigan ustoz san'atkorimiz Ilhom Jo'rayev va Sanobar Rahmonova, uni o'g'illarini aytib o'tganmiz, Ixlosbek Jo'rayevlar sulolasi san'atkor. Demak, bugungi o'zbekona lutf bilan olingan ko'rsatuvimiz sizga ma'qul bo'ladi degan niyat bilan xayrlashmoqchimiz. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni bizga ajratgan vaqtingiz uchun, qimmatli bir shu issiqda issiq demay biz bilan chiroyli suhbat qilganingiz uchun rahmat. Teletomoshabinlarga o'z minnatdorchiligingizni, tilak izhorlaringiz bo'lsa marhamat. Rahmat katta, rahmat katta. Avvalambor bizni xonadonimizga bizni hurmat qilib, vaqt ajratib, shunchalik hurmat qilib kelganinglar uchun yana bir bor o'zimning nomimdan, oilam nomidan, onajonim nomidan cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Ilohim jannat makon yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har bir xonadonda tinchlik, omonlik, osoyishtalik bo'lsin, ilohim. Yurtboshimiz baxtimizga omon bo'lsin. Yurtimiz kundan kunga rivojlanib boryapti. Juda ko'p chet davlatlarda yurtimizni tan olishyapti. Ilohim yurtimiz har sohada ilohim har doim birinchi o'rinda bo'lsin. Mana yoshlarimizga juda katta imkoniyat berilyapti, juda katta yutuqlarga ega bo'lyapti. Ilohim bizni kelajagimiz farzandlarimiz. Har bir onaga o'zini tarbiyalayotgan farzandini kamolini ko'rib yurishlikni Allohdan tilab qolaman. Yaxshi ko'rsatuvlarda, yaxshi kunlarda yana bir bor uchrashish orzusi bilan xayrlashaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'ling. Xayr, rahmat.